Xo'p, davom etamiz. Qaranglar. Newton 2009 birinchi mavzusidan 51-savol. Teng hajmda olingan fosfin va SX8 aralashmasida 17 gram fosfin, 25 mol proton bor. Aralashma massasini gram toping. Xo'p. Birinchi qilaverishim. Teng hajmda degan narsa bu teng mol nisbatda, ya'ni ikkalasini moli teng degani. Fosfin bor, SX8. Xo'p, 17 gram fosfin molini topamiz birinchi. 17 ni 34 ga bo'lamiz. 0.5 mol. Fosfin bor. Bu ham xuddi shu 0.5 mol. Ya'ni boshida aytib qo'ygan teng hajmda olingan deganligi uchun ikkalasini moli teng deb olamiz. Общий 25 mol proton bor ekan. Xo'p, qaranglar. Proton. Fosforda 15 ta proton bor, vodorodda 3 ta. Qo'shadigan bo'lsam 18 ta. Ko'paytirilgan 0.5. Molga ko'paytirish kerak. Plus 0.5 qavs ochamanda buni yozaman. Uglerod tartib raqami 6 ta, lekin x ta bo'lgani uchun 6x bo'ladi. Plus vodorodda 8 ta. Shu teng bo'lishi kerak 25 ga. Xo'p, bez kalkulyatorsiz ishlasa bo'ladi. Bemalol 18 ni 3 ga ko'paytiramiz 9 plus 0.5 ni 6 ga ko'paytiramiz 3x 0.5 ni 8 ga ko'paytiramiz 4 barobar 25. 9 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsam 13 plus 3x barobar 25. Xo'p, 13 bu yoqqa minus o'tgani uchun 3x barobar 25 dan 13 ayiradigan bo'lsam 12 x teng 4. Demak, x ni topdim 4 ekan. Demak, fosfinda massa yig'indisini so'ragan bizdan, aralashmani massa yig'indisini so'ragan. O'shaning uchun fosfinning massasi tayyor turibdi 17 gram, hisoblash shart emas. Buni maylarmasdan hisoblaymiz. Demak, S4 H8. 12 ko'paytirilgan 4 plus 8. 56. 56 maylarmasi moli 0.5. 56 ni ko'paytiramiz 0.5 ga. 28 gram. Bu 17 gram. Ikkalasini yig'indisini hisoblaydigan bo'lsam, aralashma massasi 45 gram ekan. Shunda to'g'ri javob S bo'lar ekan. Masalani tushunmay qolgan bo'lsalaring, hech narsa yo'lini qaytadan ko'ringlar.